Shuncha payt YouTube ishlatib, bu sirli funksiyalarni aniq ko'rmagansiz. YouTube'dan deyarli har kuni ko'pchilik inson foydalanadi, lekin bu funksiyalarni bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rishmagan. Lekin men bugungi videoda aynan mana shu funksiyalarni qanaqa qilib ishlatishni ko'rsatib beraman. Shu sababli ekran yaqin o'tirib olinglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qaranglar, masalan, YouTube ga kirasizlar, kompyuterdan to'g'ri video ko'rishga. Misol uchun, biron bir videoga bosadigan bo'lsanglar, videoning nomi bo'ladi, oddiy oq tekst bo'ladi, oddiy shriftda. YouTube'da shunaqangi bitta video bor, uni nomi boshqa videolardan ajralib turadi. Ya'ni uni shriftlari boshqacha, nomining shriftlari, undan tashqari nomining rangi ham boshqacha. YouTube'ga too many cooks deb yozasizlar va sizlardan birinchi video chiqadi. Adult Swim degan kanaldan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, tekstlari hammasi oddiy. Mana shu videoga kiradigan bo'lsanglar, qaranglar, teksti o'zgaradi. E'tibor qilgan bo'lsanglar, tekst bu joyda sap-sariq chiqdi. Haligi videoda, mana videomda esinglarda bo'lsa, tekst oddiy oppoq, oddiy shriftda edi, lekin bu joyda tekst ko'rib turgan bo'lsanglar, shrifti boshqacha, rangi ham sariq. Nimaga bunaqa deyishligi mumkin? Meni fikrimcha, mana shu kanal o'zini serialini joylayotgan paytda YouTube bilan kelishgan tekstni, ya'ni video nomini o'zgartirish bo'yicha. Aytgancha, kanalimizni shu paytgacha 96% inson obuna bo'lmasdan turib kuzatayotgan ekan. Shu sababli hozir kanalga obuna bo'ling. Bu kanalimizni tezroq o'sishiga sizdan katta yordam bo'ladi. Bilishimga qaraganda, YouTube'da shunaqangi bitta zo'r funksiya bor ekan. Like and subscribe desangiz, YouTube kanalimni pastdagi podpisatsiya knopkasining atrofida effekt paydo bo'lar ekan. Qarang, yaxshilab qarab turing. Like and subscribe. Amcha effekt paydo bo'ldi o'ylayman, podpisatsiya knopkasining yonida. YouTube'da umuman nomi yo'q, подписанияsi ham yo'q bo'lgan video bor desam ishonasizmi? YouTube'dan Seinfeld without people deb qidiradigan bo'lsangiz, YouTube'da mana shunaqa video chiqadi, nomsiz video. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, videoni nomi umuman yo'q, подписанияsi ham eng qizig'i yo'q. Aytishingiz mumkin, bu videoni yuklayotganda bo'sh qanaqadir tekst qo'yib yuklab olgan deyishingiz mumkin, lekin unaqa emas, chunki YouTube'ga video yuklayotganingizda albatta tekst va подписанияni kiritishingiz majburiy, usiz YouTube'ga videoni qo'ya olmaysiz. Lekin bu odam umuman hech qanaqa nomsiz video qo'ygan. Eng qizig'i, nom yoziladigan joyi ham o'zi yo'q. Ya'ni nomni mana shu qismida albatta maxsus maydoncha bo'ladi, o'zini o'rni bo'ladi, lekin shuni ham olib tashlashgan. Подписанияsi ham yo'q. Eng qizig'i, video 2014-yilda yuklangan va hozirgacha 936 mingta prosmotr bo'lgan ekan. Bilmadim, nimaga bunaqa qilib qo'yishga hayronman. Yana bitta zo'r narsani ko'rsataman. Masalan, YouTube'dan video ko'rsa, to'g'rimi? Videoni mana shunaqa player yuklaydi. Ya'ni player bu mana shu funksiya, videoni xohlagan joyiga o'tkazsangiz bo'ladi, ovozini balandlashtirib, pasaytirishinglar mumkin. Playerimiz qizil rangda turibdi va mana shu rangni siz o'zgartirsangiz bo'ladi kompyuterda. Buning uchun qaranglar, kompyuterlarning klaviaturasidan Fsim degan so'z yozadigan bo'lsanglar, mana rangi o'zgardi. Mana shunaqa qiziqarli bir taraflari bor ekan YouTube'da, ya'ni YouTube playerini rangini mana shunaqa o'chib yonadigan qilib qo'yish mumkin. Va yana eski holatiga qaytaraman desangiz, Fsim degan so'z yozadigan bo'lsangiz, haldagi o'zini holiga qaytadi. Ya'ni pushtirang, qizil aralash bo'lib qoladi. 640 mingta video qo'yilgan kanalni ko'rganmisiz YouTube'da? Qaranglar, WebDriver Torso degan kanal bor. Aynan mana shu kanalni qidiradigan bo'lsangiz, birinchida mana chiqadi, kiramiz. Eng qizig'i, kanalda 640 mingta, uzr, 624 mingta videosi bor va 248 mingta obunachisi bor. Buni o'ylaganda g'alati, chunki 624 mingta videoni yuklash bu oson narsa emas. 1 yil ichida ham, 3 yil ichida ham bunaqa video yuklay olmaysiz. Bu videoni to'g'ri, bu kanalda har xil videolar bor, har xil nomlarda, generated 10 minutes, g'alati neobishniy videolar, kelib bittasiga kirib ko'ramiz. G'alati, juda g'alati video. Nimaga bunaqa deyishingiz mumkin? Bu kanal YouTube tomonidan ochilgan, ya'ni YouTube aynan mana shu kanalga videolarni yuklab, o'zini YouTube'dagi har xil funksiyalarni test qiladi. Ya'ni test uchun ishlatiladi bu kanal. Shu sababli videolarga e'tibor qilmanglar va videolar ham e'tibor qilgan bo'lsangiz, 5 yil, 3 yil, 1 oy oldin har xil vaqtlarda yuklangan va videolar prosmotrlari ham 5 yil oldingisi 1 million, 1.3 million ko'rilgan ekan. Xullas, YouTube bu kanali orqali o'zini yangi qo'shayotgan funksiyalarni, ya'ni YouTube'ga qo'shilayotgan funksiyalarni test qiladi, yuklab videolarni. Shu sababli bu kanalda har xil videolar bor. Eng birinchi videosi qachon yuklangan ekan? Eng birinchi videosi 11 yil oldin yuklangan ekan. Hozir sizga yana bitta zo'r fishkani o'rgataman, zo'r life hackni. Qaranglar, mabodo YouTube'da mishkasiz boshqarmoqchi bo'lsangiz, sizda faqatgina klaviatura bo'lsa, notebook klaviaturasimi yoki mana shunaqa tashqi klaviaturami farqi yo'q. Tab knopkasi bilan YouTube'ni boshqarsangiz bo'ladi. Masalan, mana YouTube ochib oldinglar, tab knopkasini bosadigan bo'lsanglar, ko'rdinglar, skip navigation degan knopka paydo bo'ldi. Skip navigationga bosadigan bo'lsam, enter bilan men tepadagi YouTube bo'limlarini, ya'ni kategoriyalarni boshqarsam bo'ladi. Tabni bosib, mana so'rayapman. Misol uchun, aytaylik, mana editingga bordim yoki elektronik muzika boradigan bo'lsam va enter bosadigan bo'lsam, mana shu kategoriyaga kiraman.
yoki bo'lmasam yana suradigan bo'lsam, aytaylik, mana har xil bo'limlar chiqib kelaveradi. Enter bosadigan bo'lsam, videoga o'ziga o'tadi, ko'rayotgan bo'lsanglar, men hech qanaqa mishkasiz klaviaturani o'zida boshqarolman. Video nomiga olib boradigan bo'lsanglar, tabni bosib, enter bosadigan bo'lsanglar, videoga kiradi va mana shunaqa tarzda sizlar faqatgina tab knopkasidan foydalanib YouTube o'zini boshqarsanglar bo'ladi. Buni ham uncha-muncha odam, uncha-munchaga bilmasa kerak, sinab ko'ringlar, kompyuterlarda juda foydali funksiyalardan biri. Agarda YouTube'ni hamma ham ko'rmagan, ko'pchilik bilmagan joylariga kirmoqchi bo'lsangiz, silkaga mana shu tekstni yozasiz, ya'ni youtube.com dan keyin slash bor, ya'ni tayoqcha bor. Tayoqchadan keyin robots.txt ni yozadigan bo'lsangiz, telefonda ham, kompyuterda ham bu narsa ishlaydi. Siz YouTube'ni hamma ham bilmagan joylarga o'tasiz. Bu joyda mana shunaqa oyna ochiladi, ya'ni mana shu oynada YouTube'ga ko'pchilik kira olmagan silkalari qoldirilgan. Endi mana bu qismiga kirib ko'ramiz. Results dan link bor ekan. Mana shu linkni olamiz. Yana xuddi shu joyga robots o'rniga results yozamiz. Results yozadigan bo'lsangiz, ana YouTube'da bu narsa qidirsangiz chiqmaydi-yu, bo'sh oyna bo'lib chiqib keladi. Aynan shu oynaga to'g'ridan-to'g'ri hech narsa qidirmasdan kirsangiz bo'ladi. Ana endi YouTube ochilganda birinchi qo'yilgan videoni ko'rganmisiz? Qaranglar, yaxshilab qaranglar. Mabodo YouTube'dan Me@Zoo deb qidirgan bo'lsanglar, Jevet degan kanalda mana shunaqa video chiqib keladi. Hayvonot bog'idan olingan video 19 yil oldin qo'yilgan. Ya'ni bu Jevet YouTube'ni ochgan odamlardan biri, YouTube'ni birinchi ochganda o'zini mana shu videosini qo'yib, YouTube'ni test qilib ko'rgan va eng qizig'i video 19 yil oldin yuklangan bo'lsa, hozirgacha 353 milliondan ko'proq prosmotr yiqqan. Kommentlariga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 10 milliondan oshiq kommentlari bor va 17 million like yiqqan. 17 million qoyil. Ya'ni Jevet, ya'ni YouTube asoschisi hayvonot bog'iga borib, hayvonot bog'ini ko'rsatgan, nimadir gapirgan va birinchi videosini qo'ygan. Kim bilmasa agar aytaman, YouTube birinchi ochilgan payti bunaqa video platforma bo'lmagan, video sayt bo'lmagan, oddiy tanishuv sayt bo'lgan, keyinchalik ommaviylashib mana shu Jevet, ya'ni boshqa YouTube kattalari YouTube'ni kattagina video platformaga aylantirishgan. 301 prosmotrda qotib qolgan videoni ko'rganmisiz YouTube'da? Masalan, mana bu video 12 yil oldin qo'yilgan va uni prosmotri hozirgacha umuman o'zgarmagan. 301 da qotib qolgan. Lekin e'tibor qiladigan bo'lsangiz, like'lari 2 million. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, aytib sanada bu video 2021-yilgi holatga qaraganda 15 million prosmotr yig'ishi kerak bo'lgan. Lekin videoning prosmotri 301 da qotib qolgan. Video esa 2012-yilda qo'yilgan. Endi sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Nimaga bu videoda 300 bitta prosmotr bo'lib qolgan, ya'ni prosmotr qotib qolgan? Bu savolga javob aytadigan bo'lsam, men ham o'zim ham bilmayman. Bu javobni siz mana shu videodan ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Balkim meni fikrimcha bu videoda qanaqadir xatolik bo'lgandir, YouTube tomonidan qanaqadir texnik muammo bo'lgandir. O'zi bunaqa prosmotrlar qotib qoladigan videolar YouTube'da juda ko'p va bu esa eng mashhurlardan biri. Oxirgi YouTube funksiyasi, masalan uchun YouTube'dan qanaqadir videoni televizordan ko'radigan bo'lsangiz va videoni uzoq payt chapdan o'ngga o'tkazadigan bo'lsangiz, mana shunaqa o'tkazayotgan paytingiz orqasidan kuchuk-kuchuk chiqadi, mana shunaqa kuchukcha effekti chiqadi. Bu narsani lekin kompyuterda yoki telefonda ishlatib bo'lmaydi, bu narsani sinab olmaysiz. Lekin test qilib ko'ring, balkim YouTube'dan biron bir videoni o'tkazayotgan bo'lsangiz, televizordan shunaqa kuchukcha effekti chiqar. Bu narsani ham YouTube o'zi ataylab qo'shib qo'ygan, qanaqadir bir ko'ngilochar narsa berish uchun, menimcha foydalanuvchilarga. Mayli, kelinglar YouTube'dan tashqari Google'da ham ko'pchilik bilmagan funksiyasini ko'rsataman. Masalan, Google'dan chacha slayd yozadigan bo'lsangiz, telefon va kompyuterning farqiga hammasida ishlaydi. Qidirasiz va sizda mana shunaqa video chiqadi va mikrofoncha bor. Bosamiz. To the left, ya'ni muzikani tekstga qarab Google o'ynayapti, ya'ni chapga o'ngga surilyapti, hozir buklanadi. Ko'ringlar, qarab turinglar. Albatta o'rtog'larga bu narsani tashlab qo'yinglar. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Chacha slayd yozsanglar, Google'da mana shunaqa o'yini chiqadi. Telefonda ham, kompyuterda ham. Do'stlar, bugungi videoda men sizlarga ko'pchilik YouTube, Google bilmagan sekretni, ya'ni sirli fishkalarni, funksiyalarni o'rgatdim. Endi videoni qo'llab-quvvatlash uchun, yanada ko'proq odam ko'rish uchun videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shu joygacha ko'rib videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosing. Albatta obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Chunki shu paytgacha kanalimizni obuna bo'lmasdan turib kuzatayotganlar juda ko'p ekan. Biz uchun jamiyat obuna bo'ling. Xullas, obuna bo'linglar, mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, bizga kengayishimiz uchun obuna bo'lishingiz juda muhim. Podpisatsiyani bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.